Kelinglar akalar, assalomu alaykum. Salomatmisizlar? Bir kuni taksida loyihasiga xush kelibsizlar, bepulga tashlab qo'yaman. What? Miltiq otmaydimi ish qilib? Yo'q. Aka, salomat. Alaykum assalom. Salomatmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Xo'p, xush kelibsizlar. Rahmat aka. Bu loyihamiz qanaqa loyiha desalaring, bepulga tashlab qo'yaman. Nice. Eng qizig'i, mana bu chemodanda to'la pul bor va sizlarga savol beraman. Savolning javobini kim topsa, har bitta savolga 50 ming pul ham beramiz. Oh my god. Birinchi o'rinda qayerga boramiz? Marg'ilonga tuyagimga tushamiz. Marg'ilon tuyagim, kelishdik. Xo'p bo'ladi. O'zingizlar yaxshimisizlar? Bozorlik qilib oldinglarmi? Rahmat aka. Mehnatdanmi yo? Mehnatdan. Ha, yaxshilar aka. Ismingizni so'ramabman? Tohirjon. Tohirjon aka, ukamizniki? Zatilla. Kim o'ynaydi? Tohirjon akammi, Zatilla akam? Yo'q, ham o'ynaveradi. Faqat bir kishi imkoniyat beriladi ishtirok etish bo'yicha. Ana bag'oshga o'ynaydilar. Zatilla, ha? Zatilla oma aka bitta narsa bor, maslahat qilib olinglar. Bu yerda pul mukofoti qo'yilgan. Shuning uchun qaysi birimiz bilimimiz ko'p bo'lsa, shu inson o'ynagani yaxshiroq. Aka-ukamiz. Aka-uka. Ha, bana aka o'ynaveradilar. Xo'p bo'ladi. Xo'p, Izzatillaga savollar beramiz, ha? Bo'ldi aka. Birinchi 50 ming so'mga osonroq beraymi, qiyinroq beraymi? Osondan boshlaylik. Osondan boshlaylik. Variantlar bo'lsinmi yo variantsiz bo'lsinmi? Variantli bo'lsa aka. Osonroq bo'ladi. Kelishdik, xo'p bo'ladi. Sport bo'yicha beraveray birinchisini. Sportga qiziqadigan bolaga o'xshayapsiz. Beravering. Bo'laveradi. Sport bo'yicha savol. Olimpiya o'yinlari necha yilda o'tkaziladi? Necha yilda bir o'tkaziladi? Variant beraymi yo bilasizmi? Variant bering. Xo'p, Olimpiya o'yinlari necha yilda bir marta o'tkaziladi? A variant, deyarli har yili. B variant, har 2 yilda bir o'tkaziladi. C variant, 4 yilda bir o'tkaziladi. D variant, 5 yilda o'tkaziladi. Har yil bo'ladi. Ha. Izzatilla 5 ta oling. To'g'rimi aka? Aka siz nima deb o'ylaysiz? 4 yilda bir, O'yin 2 yilda bir bo'ladi. misol futbol ham kiradi, to'g'rimi ichiga? Olimpiya o'yinlari bor-ku. Olimpiya o'yinlari, olimpiada bo'ladi-ku. Buni hamma sohada bo'ladi. Albatta, boks bo'yicha mana olimpiya chempionlarimiz olib keldi. Necha yilda bir o'tkaziladi 4 degan. yilda bir bo'ladi. Kelishib olaylik, Tohirjon aka, beqilaylik. Yo siz o'ylang, yo Izzatilla o'ylasa. Bo'ladiganlar. O'zingiz o'ynaverasizmi aka? Farqi yo'q. Birinchi savolga noto'g'ri javob berildi, lekin Royal Taxi kompaniyasi yana bir imkoniyat taqdim etadi. Diqqat qiling aka, keyingi savolni beraman. Osonroq bo'lsinmi, qiyinroq bo'lsinmi, variantli bo'lsinmi? Osonroq beravering. Osonroq beravering aka, bo'ladiganni. Birinchi 50 ming so'mga o'yin ketdi aka, diqqat qiling. Hammamiz biladigan o'sha Mercedes-Benz kompaniyasi qaysi davlatga tegishli? Variant beraymi? Beraymi? Variant bersinlar. Yo bilasizmi? Variant beravering. Variant berishim mumkin. Demak, Mercedes-Benz qaysi davlatga tegishli kompaniya? Diqqat qiling. A. AQSh, B. Germaniya, C. Italiya, D. Fransiya. German. Aka, birinchi 50 ming so'm deb oldingiz. Bitta qarcha chopamiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Demak, Mercedes-Benz kompaniyasi Germaniya davlatiga tegishli kompaniya hisoblanadi. Birinchi 50 ming so'm pul mukofotini qo'lga kiritingiz. Davom etamizmi aka? Mayli. Savollar qiynab qo'ymayaptimi? Yo'q, yo'q. Yaxshimi? Rahmat. Endi keyingi 50 ming bu sizda ham bepul manzilga yetib borish, ham 100 ming so'mga qadam bo'ladi. Tayyormisiz? Aka, oxirgi marta qachon pitsa yedingiz? Ama eslardim. 4 oy bo'ldi chekili. 4 oy bo'ldi. Pitsa qaysi davlatga tegishli? Javobini bilsangiz ayta qoling. Variant bering. Siz variant beraman aka. Variant eshitdim. Variant eshitamiz. Diqqat. Pitsa ilk marotaba qayerda yaratilgan? A variant. Fransiya, B variant. AQSh, C variant. Italiya, D variant. Gretsiya. Ben javobim Italiya. Perfect. Demak, pitsa ilk marotaba Italiyada ishlab chiqarilgan. Aka, nima ish qilasiz? Wait a minute. Who are you? Men sohamga eshikrom ham qilganman, akfa bozor sohasida ham ishlaganman, ustachilikda ham yurganman, o'qiganman ham. Qayerda o'qigansiz? Kirgilida 6-o'qishda. 6-kollejda. Pravaga o'qiganman, Zaka o'qishni qilganman, gulchilik ham qilganman, Bunyodkor stadionini ham gazolarni o'zim ekkanman. Aka, Royal Taxi'ni nimaga tanladingiz?
Ham arzon-da. Ham arzon. Ham 100 ming yutib oldingiz aka. Oh my. Gabi 5 ta oling. Gabi. Hop, demak pizza ilk marotaba qayerda? Italiya. Italiyada yaratilgan ekan. Aka, men borgan sari qo'rqyapman. Siz bugun 1 million yutib olasiz shekilli manzilga yetgungacha-chi. Sekin ayraverasiz. Sekinroq yuraverasiz. Kelishdik. Hop, uylanganmisiz akajonim? Ha. Farzandlar? Bor. Juda ham soz. Tarixga qanaqasiz? Endi maktabda o'qigan xolos o'qishlarni tarix o'tmagan. Faqat Tarix. o'sha transport sohasida Mashinaga oid savollar beraveraman ekanda. unda ham o'sha oxirgi 3-kursda zo'r o'qib berganmiz. 2 yil hunarmandchilikda o'sha ijroda yurganmiz. Angliyaning pul birligi nima? Aka, men shu yerda to'xtab tushib olaman shekilli. Shunaqa qilamiz shekilli. Bugun ilk ishtirokchimiz shunday zukko inson bo'lib chiqdilarki, tabriklaymiz. 150 ming so'm pul mukofoti sizga. Nice. Agar Izzatilla o'ynaganda bu qancha kelmasdi, ha? Nima deysiz, Tohirjon aka? Xo'sh. Qiyinroq savolga o'tamiz aka. 150 ming so'm. Mayli. Omad endi aka, iloji boricha o'yinlarni nima qilyapmiz? Aka, jicha intervyu olaman. Nima deb o'ylaysiz? Bir kuni taksida degan loyiha yaxshi bo'ptimi yo? Yo, zo'r. Fikringiz ne? To'g'ri Yo, fikringiz. zo'r aka. Ham odamlarga kayfiyat, Kayfiyat. ham bilimimizni oshirishga bir xizmat qiladi. Xo'p, fan bo'yicha savol beraman. Eng kichik zarracha nima? Variantlar so'rasangiz taqdim etishim mumkin. Xo'p, eng kichik zarracha nima? A. Atom, B. Molekula, C. Elektron, D. Proton. Variantlarni takrorlaysiz, siz takrorlayman. Molekula. Demak, eng kichik zarracha bu molekula degan javobda qoldingiz. Tohirjon aka, tanishganimdan xursandman. Javob esa elektron edi aka. Serious? Nima bo'lgan taqdirda ham aka, bepul yetkazib beramiz. Qolaversa 150 ming so'm pul mukofoti sizniki. Xo'sh. Mana hurmatli kuzatuvchilar, ko'z oldilaringda bir chimadan puldan 150 ming so'mlarini o'zlariga shunday beramiz. Mazza, sizlarga, ha? Ham taksida bepulga borish manzilga, ham 150 ming so'm pul mukofotini yutib olish. Hop. Aka, lokatsiya o'zgardi, nima deysiz? Kelishdik. Hop, 150 ming so'm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Aka, bitta sanab ko'rasiz. Hop. Aka, nasib qilsin. Izzatilla, Aka, hisobini avtomat kimga edi? jiyalla. Tabriklaymiz Tohirjon aka, ishlaringizga baraka bersin. Albatta Real Taxi kompaniyasini tanlaganingiz uchun tashakkur aytamiz va manzilga salomat yetib olamiz. Fikrlar bo'lsa, mulohazalar bo'lsa, marhamat bildirishingiz mumkin. Yo'q, bunda aka rahmat. Shunchalik makna qilib, odamlarni o'ylab. Assalomu alaykum. Bugun hamma qulpini tashyapti uyga. Aka, salomat. Charchamayapsizmi? Alhamdulillah. Bir kuni taksida loyihasiga xush kelasiz. Bepul yetkazib beraman aka. Qayerga boramiz? Amandaryoga. Amandaryoga. Xo'p, bo'ladi aka. Salomatmisiz? Mehnatdanmi? Sekin mehnatdan qaytyapmiz. Tanjoning sog' bo'lsin. Aka, bir kuni taksida loyihasini eshitdingizmi, yo'qmi? Yo'q. Sizga intellektual savol beraman-da. Savol to'g'ri javob topsangiz, bitta savolga 50 ming bor. 1 milliongacha ketaveramiz aka. Ismingiz nima? Muhiddin ismim. Muhiddin aka. Meniki Navruzbek. Yaxshi. Real Taxi rasmiy ovozi. Tanishganda xursandman. Ma'shat ikkilarman Real Taxida. Aka, umringiz uzoq bo'lsin. Mana shu gapingizga bitta 5 ta oling. Tanjoningiz sog' bo'lsin aka. Ashaddiy boshqa taksidan chaqirmayman, faqat Realda yuraman. Kutganingizga hamchi men rahmat aytmoqchiman. Juda ko'p mijozlar kutmaydi, sabr bo'lmaydi. Sabr uchun alohida rahmat. Aka, nima deysiz? Marta bo'lishi bu narsa. Ha? Kutishish.
Ha? Uni bag'ada oyog'imni tagiga tashlab beradi. Endi gapirish kerakda. Tan joningiz sog' bo'lsin. Endi Umringiz vaqti bo'lsin. kelganda 1 minut ichida taksi bergandan keyin nimaga 5 minut kutmasligimiz kerak? Umringiz Klient uzoq tashim bo'lsin. bilan klient bo'ladi. Umringiz uzoq bo'lsin aka. Fikr va mulohazalar uchun tashakkur. Xo'p, nima deysiz aka? Intellektual o'yinda ishtirok etamizmi? Savol beraman. Oddiy. Variantlari ham bor, eng qizig'i. Xohlagan variantni bitta tanlaysiz, to'g'ri topsangiz. Bu mani to'g'risini aytaylik, pulga ehtiyojim yo'q. Yo'q, aka, Bu bu gapilda ham emas, bu- mana ha. bering, qiziqish. ha, qiziqishga-da. Endi hozir bizni ko'rayotganlar bor. Ularga ham qaysidir ma'noda qiziq bo'ladi-da. Muhit aka, tayyormisiz? Tayyorman. Osonroq beraymi, qiyinroq beraymi, qanaqasidan beray? Beravering, endi nima desa bo'ladi? Variantga qarab bilmaganimiz variant orqali tanlashimiz mumkin. Aka, Marg'ilon xalqi ishtahaga zo'r bo'ladi-da. Oxirgi marta qachon lag'mon yedingiz? Lag'mon eslolmayman. Eslolmaysiz. Menga mumkin emas-da. Ha, o'zi yegansiz oldin. Yeganman, Ha. men o'zim ham tayyorlayman. Aka, lag'mon qaysi davlatni taomi hisoblanadi? Variantlar beraymi yo bilasizmi? Yo'q, men bilmayman, men eshitganman. Nima deysiz? Variant beraymi aka? Eshitib ko'rasiz variantlarni? Eshitib ko'raman. Demak, taomlar ichida eng taniqlisi lag'mon qaysi davlatga mansub, qaysi oshxonaga mansub taom? A. O'zbek taomi, B. Xitoy taomi, C. Italyancha taom, D. Turkiy taom. Men adashmasam, bu eramizdan oldin ham bo'lgan, bu O'zbekistondan kelib chiqqan A varianti. Siz A variantda qolmoqchisiz. O'zbekistonda. Do'stimga qo'ng'iroq ham bor lekin aka. Yo'q, men o'zim taxmin qilyapman, men eshitganman-da endi buni. Ha. Har xil amallar bor, men eshitganim shu o'zimiz O'zbekistonda deb o'ylayman. Qolgan variantlarda nega inkor qildingiz? Ya'ni tanlamadingiz. Yo'q, men shu eshitganman, lag'mon O'zbekistondan keyin boshqa davlatlarga tarqaganini eshitganman. U boshqa aliklar nimalar bor, o'zimizda lag'mon bu O'zbekistonda qo'lda cho'zilib ixtiro qilingan ota-bobolarimiz tomonidan. Wow. Muhit aka, o'zi nima ish qilasiz? Biz bozorchimiz, tadbirkor. Savdo. Ha, savdo. Juda ham soz. Ko'z tegmasin. Muhit aka, men sizni manzilingizga bepul yetkazib qo'yaman. Royal taksini tanlaganingiz uchun tashakkur. Lekin tomoshabinlarimizga ham qiziq, lag'mon o'zi aslida qaysi davlatning oshxonasiga mansub taom deganda, to'g'ri javob Xitoy ekan. Xitoy davlatining taomi ekan. Bo'lishi mumkin, nimaga desangiz, ular ham yaxshi iste'mol qiladi lag'monni. To'g'ri. Endi bitta fikrda endi Muhit aka gaplashib ketyapmiz. Albatta. Nima deysiz mana shu loyihamizga? Afshi zo'r. Kimdir men o'zim nihoyatda xursandman. Men o'ylamadim, men hozir telefon qilganingizda Mo'zada ketyapman desangiz, har xil mashina jo'natadi, lekin birinchi marta Mo'zaga chiqishim boshqa bo'lishim. Juda ham xursandman. Hammani omadini bersam bu loyihada iloyim yutib olsin hamma. Iloyim. Siz bilan ham suhbat bo'lib ketsin. Albatta. Xo'p, mana navbatdagi mijozimizni bepul manzillariga yetkazib qo'ydik. Qolaversa, ulardan iliq fikrlarini oldik. Muhimi kimdir yutishi, yutqizishi emas, muhimi ishtirok. Savolimiz akamizga balki biroz qiyinlik qilgandir, lekin variantlarni taqdim etgan edik. Nima ham dirdik, navbatdagi mijoz tomon biz yo'l olamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Keling aka, yaxshimisiz? Rahmat. Royal Taxi kompaniyasining bir kuni taksi degan loyihasiga xush kelibsiz. Aka, bepulga manzilingizga yetkazib qo'yaman. Ismingizni so'ramayapman akajon. Ismim Otabek. Meniki Navruzbek, tanishgandan xursandman. Bir kuni taksida loyihamiz, yangi loyiha. Mijozlarni bepul manzilga yetkazib qo'yamiz. Keyin Otabek aka, bizda savollar bor, variantlarni ham taqdim etamiz. To'g'ri javobni topsangiz Unda topyapsiz-da. har bitta to'g'ri javob uchun 50 ming so'm pul mukofoti bor. Variantlarni ham beraman Otabek aka. Faqat to'g'ri javobni topsangiz bo'ldi. Vallah, qani ketdik bo'lmasam. Hozir men burilib, chiroqlarimni o'rnatib, esli bola bo'lib olaydi. Otabek aka, o'zi nimaga qiziqasiz? Tarixdan beraymi, sportdan savol beraymi yoki fandan beraymi? Aralash farqi yo'q. Farqi yo'q-a? Juda ham soz. Sizda ham mijozlarimiz ko'paysin. O'zi birinchi savolim shaxsiy savol. Royal Taxini nima uchun tanlaysiz aka? Komfortligi uchun, qulayligi uchun.
asosiysi sifatli va tez. Juda ham soz. Tanlov uchun tashakkur Otabek aka. Sog' bo'linglar. Xo'p, demak, birinchi savolimiz avtomobillar haqida bo'lsin. Men baribir ko'p erkaklar Bugatti kompaniyasining mashhur modeli qaysi? Takrorlayman, Bugatti kompaniyasining mashhur modeli qaysi? Variantlar taqdim etaymi? A. Veyron, B. Camry, C. Civic, D. X5. Civic. Civic savolida qoldingiz. Do'stimga qo'ng'iroq ham bor lekin. Imkoniyati. Sinab ko'ramizmi aka, nima deysiz? Mayli. Do'stimga qo'ng'iroq varianti. Telefon qilsam maylimi? Bemalol aka. Biz har bir mijozimiz, bu ishtirokchimiz g'olib bo'lishini tarafdorimiz aka. Rahmat. Domla yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimi? Charchamayapsizmi? Tomla. Bugatti kompaniyasining Sizga mashhur bir modeli. Savol bor, kimga nima qilamiz? Bugatti kompaniyasining bilasizmi mashinani? Shuni mashhur modeli. Variantlar A. Veyron, Eng mashhur modelida. variantlarni aytyapmiz. Variant aytyapmiz. A. O'sha Chiron. Xo'p, B variant Camry, C variant Civic, D variant X5. O'sha Chiron ham ichida bor lekin. Chiron ham bor ekan. O'sha aytgan Veyron. Xo'p, bering. Ismlari? Afzalbek. Afzalbek aka, assalomu alaykum. Otabek akam taksida bir kun loyihasidalar. Xo'p, bilishimcha domlasiz. Bugatti kompaniyasining eng mashhur modellaridan biri qaysi biri variantda yashiringan topishingiz kerak. A variant o'sha siz aytgan Veyron, B variant Camry, C variant Civic, D X5. Qaysi biri to'g'ri javob? X5 bilamaniki, Civic Honda'niki, Camry Toyota'niki, Rahmat domla sizga. Bu qanaqa domla bu? Olqishlar. Birinchi 50 ming so'm pul mukofotiga ega bo'ldingiz. Rahmat. Endi do'stimga qo'ng'iroq qilish imkoniyati tugadi. Hop, endi esa sportga oid savollar beraman. Sportga qiziqish bormi Otabek aka? Ozmoz. Ozmoz. Hop, demak sport bo'yicha savol beraman. Yo'lga qaraymiz, a? Yo'lga ham qarab turibman. Basketbol o'yini nechta asosiy o'yinchidan iborat bo'ladi? Ana bo'lmasa. Variantlar beraman. A 5, B 6, C 7, D 11. Basketbol. Ya'ni futbolda 11 kishi o'ynaydi misol uchun. Basketbolda asosiy ishtirokchilar nechta bo'ladi? 6 varianti. Savolni takrorlayman. Basketbol o'yini nechta asosiy o'yinchidan iborat? A 5 ta, B 6 ta, C 7 ta, D 11 ta. Demak javob basketbolda 6 ga 6 o'ynashadi demoqchisiz. Shunaqa. Otabek aka, tanishganimdan xursandman. Rahmat sizga. Mana manzilga ham deyarli yetib kelib qoldik. Rahmat. Afsuski basketbolda 5 ta. bilarkansiz aka, nega to'g'ri javobni aytmadingiz? Pullaringni olgim kelmadi. Sizlarga rahmat, o'zi shundoq ham bepul yetkazib qo'yapsiz. Hop, Otabek aka ishtirok Ishlaringga uchun. omad. Zo'r loyiha qilibsizlar. Yaxshimi? Kayfiyatlar qalay bo'ldi aka? Alloh, rosa charchab chiqdi ishdan. Endi nima deydi? Har bitta mijozdan so'rayapmiz. Imkon bo'lsa kamchiliklarimiz yoki yana bir qo'shimcha fikrlaringiz bo'lsa qoldirishingiz mumkin. Meni fikrim ideal. Juda ham soz, tashakkur va bepul poyezdkani hisobiga bir iltimosimiz bor. Biz Instagramda bir kun taksida degan profilimiz bor. Imkoniyatimiz bo'lsa agar shu profilga obuna bo'lib qo'ysangiz. Otabek aka, sizga tashakkur. Sizga Manzilga ham keldik. Sog' bo'linglar. Menimcha kechki taom shekilli yoqimli ishtaha akajon.
Rahmat sizlarga. Salomat bo'ling. Xush kelibsiz, xursand bo'ldim. Yutug'im bermaysizmi? Ha, yutug'ingiz berishim kerak. Yaxshi eslatdingiz. Xushyor ekansiz, aka, xushyor ekansiz. 1 2 3 4 5. Aka, Rahmat. haqqoniy bo'ldi. Haqqoniy bo'ldi. 50 ming so'm. Ishtirok uchun tashakkur. Vaqtlang bo'lsa birga choy ichamiz. Rahmat katta, salomat bo'ling akajon. Sog' bo'linglar. Sog' bo'ling. Ishlanga rivoj. Rahmat katta. Xo'p, rahmat. Mana shunaqangi Otabek akamizga o'xshagan faol ishtirokchilar bo'lsa ko'ngildagidek bo'lar ekan. Haqiqatda samimiy bo'lganlikka hech nima yetmaydi, o'rtoqlar. Xo'p, biz esa davom etamiz. Assalomu alaykum. Xush aka. Bir kuni taksida loyihasiga xush kelibsiz. Payiz siz uchun bepul bo'ladi. You serious? Mana ismim Navruz Magripov. Radiolarda eshitgan bo'lsangiz kerak mani. Ishlayingiz yaxshimi aka? Rahmat. Ismingiz nima edi? Ismim Bobomurod. Bobomurod aka, charchab qolmadingizmi aka? Alloh shifo bersin, tinchlikmidi? Ha, tinchlik. Nimada, bemor bormi? Ko'rgan keluvdim. Dadam havora bir qo'ldorida kamchiliklar bor ekan, o'shalar berdi. Anjoningiz sog' bo'lsin, shifo bersin aka. Bobomurod aka, qayerga yuramiz hozir? Hozir mexanistik zavodga. Qayerda edi u? Mana aeroportga yetib bormasdan o'ng qo'lda nima bor? Usangumi? Ha, nimaga kiramizda? Glavatex. Xo'p, bo'ladi, siz tushundim. Bir kuni taksida degan loyihamiz bu, Real Taxi kompaniyasining. Oldinda sizga savol beraman, variantlari bilan beraman. To'g'ri javobni topsangiz 1 milliongacha o'ynaveramiz. Har bitta savolda to'g'ri javobiga 50 ming pul bor. Qiziqmi aka? Perfect. Nima deysiz? O'ynab ketaveramiz a? Savollar qanaqa bo'lsin aka? Oson, qiyin, sportdan bo'lsinmi, tarixdan bo'lsinmi? Savollar juda ko'p aka. Nima deysiz o'zingiz? Qaysi qanaqa holatdan beri? Tarixdan. Birinchisini osonroq qilamiz, o'yinimiz qiziq bo'lishi uchun aka. Bo'laveradimi? O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishilgan sana. Variant aytaymi yo bilasizmi? 1991. Va sanasi? 1-sentyabr. Wow. Aka, gap yo'q. Ana, bo'larkan, bo'larkan u. Maza qilib o'ynasak. Burilish kelgan yo'q hali. Yo'q. Birinchi 50 mingni yutib oldingiz, plus bepul poyezdkadasiz. Navbatda yana savollarimiz bor. Endi biroz qiyinlashtiraman. Demak, qaysi shahar Mavlonaxirning yuragi deb atalgan? Variant beraymi, to'g'ri javob bilasiz? Yuragi deb atashgan. Qaysi shahar? Aytilgan. Variantlar bersiz bering. Ha, variantlar bering. Demak, birinchi variantimiz A bu Buxoro, B variantimiz Xiva, C variantimiz Termiz, D variantimiz Qo'qon. Yuraveraman. What? Demak, hurmatli bilimdonlar, navbatdagi ishtirokchimiz fikrlariga qaraganda Mavlonaxirning yuragi deb Xiva shahri atalgan degan iborani to'g'ri tanladilar va aslida to'g'ri javob esa Buxoro edi. Boshqa savol yo'qmi? Endi boshqa taksi chaqirganingizda albatta nasib etsa, men bitta savolni to'g'ri javobini topdingiz. Instagram bormi aka? Instagram bor. Bepul poyezdkani hisobiga juda ham xursand bo'lardik agarda shu Real Taxini bir kun loyihasida, bir kun taksida loyihasiga obuna bo'lib qo'yganingizda aka. Aka 50 ming yutug'ingiz muborak bo'lsin. Mana aka. Tanjoningiz sog' bo'lsin, otaxonga ham shifo bersin. Assalomu alaykum. Bir kuni taksida loyihasi, Real Taxiga xush kelibsiz. Ismim Navruzbek. Radiolarda eshitgan bo'lsangiz kerak. 10 gacha yuraman? 10ga. 10ga xo'p bo'ladi. Siz uchun bepul poyezdga. Eng qizig'i sizga savol beraman. Bir kuni taksida loyihasida to'g'ri javob topsangiz, har bitta to'g'ri javob uchun 50 ming so'm pul bor. Savollar oddiy, variantlari bilan bo'ladi. Boradigan manzilimiz O'zi keldik. Tashkilotga kelib ketaman aka. Xo'p bo'ladi. Savolni beraymi, nima deysiz? Bering. Birinchisini O'ynab ko'ramiz. o'ynab ko'ramiz. Juda ham soz. Tarixmi, sportmi, fanmi, qaysinidan berasiz? Osonroqdan beraymi? Xo'p, juda ham oson savol beraman. Gullaydigan o'simliklarning asosiy ko'payish usuli. Gullaydigan o'simliklarning asosiy ko'payish usuli? Ha. Variantlar beraymi? A ildiz orqali, B poyadan bo'ladi,
S urug' orqali bo'ladi, D bargidan bo'ladi. Bargidan bo'lsa kerak. Do'stimga qo'ng'iroq imkoniyati ham bor. Variantda qolaman yoki do'stimga qo'ng'iroq qilaman siz ham bo'ladi. Variantda qolaman. Demak, siz barglari orqali ular ko'payishadi degan variantda qoldingiz. Kulmaydiganlar. Xo'p. Do'stimga qo'ng'iroq qilsak bo'ladimi? Bo'ladi albatta. Bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Tak. Do'st boshqa o'zimga o'xshash jinni qilsa bo'ldi. Imkon bo'lsa ovozini eshitib tursang ham yaxshi bo'lardi. Bilarmiki? Men hozir bargda adashdim. Chunki bargidan bargi tomondan gul chiqadi. Yo'q. Ularning ko'payish usuli deyilyapti. Turdoy. Hozir taksiga chiqdim-da. Anaqa savol-javob o'yin bor, taksiga chiqib qoldim. Xullas, menga savol berishyapti, yordam ber. Variant o'qib berishim mumkin. Xo'p, Durdon opa, assalomu alaykum. Savolni variantlari bilan taqdim etaman. Gullaydigan o'simliklarning asosiy ko'payish usuli qanday? Savol tushunarlimi? Xo'p, A variant ular ildiz orqali ko'payadi. B variant u poyasidan ko'payadi. C variant urug' orqali ko'payadi. D variant bargidan ko'payadi. Adashma faqat. Boshqa bitta qaytarib oling variantni. Xo'p, diqqat qiling, savoli bilan takrorlayapman. Gullaydigan o'simliklarning asosiy ko'payish usuli nima? Demak, A ildiz orqali, B poyasi orqali, C urug' orqali, D bargi orqali. Menimcha shu ildiz orqali bo'lishi kerak. Women. A varianti. Xo'p, Ruxshona opam bargi orqali variantida qoldi. Xo'p, endi ikkalalaring kelishib olinglar. Qaysi variantni aniq deb ta'kidlaysizlar va shu variantda qolamiz. Men bargi dedim, sen ildiz deyapsanmi? Men ildiz deb, endi gullaydiganlar ko'pincha o'simliklarda nima qiladi? Ekkaningdan keyin nima bo'ladi? Urug' ekkaningdan keyin emas. Menimcha daraxtlar, gullaydigan nimalar hammasi sot ekiladi-ku, ko'chat bo'ladi-yu, keyin ham gullaydi. Xullas, qoldik mana shu qarorda qarada yutqizib qo'ysak. Ha, yana berilar. Lekin yutqizganingizda ular tugashi mumkin. O'sha bitta ildizda qoldik. Yutsangiz davom etasiz, 1 milliongacha ketaveramiz. O'sha ildizda qoldik. Xullas, ildizda qoldik-a, kelishdikmi? Men ildizda qoldim. Mana ildizda qoldim o'sha, tavakkal. Xo'p, demak, aniqlik kiritamiz. Sizlar A variant ildiz orqali ko'payadi degan qoldilaringiz. Diqqat, to'g'ri javob. Gullaydigan o'simliklarning asosiy ko'payish usuli bu ularning urug'i orqali. Voy! Ruxshonaxon, rahmat. Lekin bepul poyezdka. Rostda. Ha, bepul. Yetib kelishim bepul bo'ldimi? Albatta, sizga tashakkur. Minnatdormiz Real Taxini tanlaganingiz uchun. Biz juda ham xursand bo'lardik bepul poyezdkani hisobiga agarda Instagramingiz bo'lsa, bir kuni taksida loyihamizga obuna bo'lib qo'yganingizda. Bo'ldi, obuna bo'lamiz, qo'yib turing. Gap so'z yo'q. Xolasingiz top berishim mumkin o'zim. Mana. Qoyil yutqizdim. O'zim o'ylab turdim, to'g'risi gulga qiziqmayman-da, aqlim yetmagani uchun yutqizib qo'ydim. Sportni tanlasam ham bo'lar ekan. Mana. Sizga kattakon rahmat. Rahmat. Agar mabodo qo'ysalaring, mana loyihamiz haqida fikrlaringiz. Loyiha zo'r, chotki. Nastroyeniyam ko'tarildi, to'g'risi charchab, boshim og'rib chiqayotgandim. Aslida, miyam ancha ishladi lekin. Katta rahmat sizga, xush kelibsiz. Salomat bo'ling, rahmat katta. Onaxonga salom ayting. Xo'p bo'ladi. Rahmat katta, xo'p bo'ladi. Real Taxi kompaniyasining bir kuni taksida loyihasida bugungi mehmonlarimiz, onajonlarimiz. Mani ismim Navruzbek, radiolarda eshitgan bo'lsangiz kerak, familiyam Magripov. Bir kuni taksida loyihasida sizlarni bepul olib borib qo'yadigan bo'lganman. Voy, baxtingizga shukr. Allohga shukr. Allohim omadingizni bersin. Aytganingiz kelsin. Sog' bo'lsin. Yaxshilik kunlarda minib yuravering mashinangizda. Allohga aytganingiz kelsin. Barakasini bersin. Hozir qayerga boramiz shunda? Dash mahallaga. Xo'p, u Yormazorda, Dash mahalla. Xo'p. Endi onalarim bu loyihamizni bir hikmatli tomoni shundaki, men savol beraman. Savolni to'g'ri javobini topganga kompaniya 50 ming so'm pul mukofoti bergan.
Har 1 milliongacha o'ynab ketaveramiz savollarni. Ha, Eng qizig'i variantlarini ham beraman. Bo'laveradi. Ichidan to'g'ri javobini topmasak bo'ldi. Javobini o'zingiz aytib qo'yaver. Unda onaxonimda. opam bilan birga maslahat qilib o'ynaverasizlar-da. Boringlarga shukr. Boringizga shukr bolam. Telefon nomeringizni berib qo'ysangiz chaqiraveramiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Nima deysizlar? Men savol berib ko'raveraymi? Ha, berib ko'ringchi. Yer yuzasining eng katta qismini nima tashkil etadi? Javobni bilasizmi? Variantlar beraver. Xo'p bo'ladi. Yer yuzasining eng katta qismini nimalar tashkil etadi deganda A variant bu quruqlik, B variant suv, C variant muzliklar, D variant tog'lar. Quruqlik varianti. Xo'p, bu bir kuni taksida loyihamizda do'stimga qo'ng'irog'im bor. Agarda variantda ko'nglingiz to'lmayotgan bo'lsa, biron bir do'stingizga qo'ng'iroq qilib yordam so'rashingiz ham mumkin. Agar yo'q, variantda sobit qolaman desa, shu variantda qolamiz. Do'stimga qo'ng'iroqda, demak, foydalanamiz, a? Xo'p bo'ladi. Dadu, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yer yuzini ko'proq nima qoplagan? Quruqlikmi? Yer yuzasining eng katta qismini nima tashkil etadi? Yer yuzasini eng katta qismini nima tashkil etadi? A quruqlik, A quruqlik, B suv, B suv, C muzliklar, C muzliklar, D tog'lar. D tog'lar. Suv. Suv varianti. Suv varianti. Xo'p, mana siz quruqlik dedingiz. Otaxon suv variantini. Suv deyaptilar. Demak, qaysi variantda sobit qoldik? Dadam javoblarida suv. Dadani javoblarida B variantida. Otaxon ismlari nima? Oltin aka. Oltin aka! Topdingiz, yetdingiz. Topdingiz. Gap yo'q. Birinchi 50 ming so'm pul mukofotini yutdingiz. Endi ikkinchi variantni javobini topsangiz, 50 emas, 100 ming so'm pul beramiz. Juda ham oddiy. Otaxonim ish qilganlar. Chernobylchilar avvalo birlashmasida boshliq bo'lganlar. Aha. Elektr toki kuchi nima bilan o'lchanadi? Elektr toki kuchi nima bilan o'lchanadi? Variant beraymi, bilammikinlar? Bilasiz-a? Variant beraymi? Ha, variant bering. A volt, A volt, B watt, B watt, C amper, C amper, D ohm. D ohm. Ha, elektr kuchi nima bilan o'lchanadi? Variantlar aytib beraymi? Variantlar boshqadan aytaylikmi? Volt bilan. A Elektr toki kuchi nima bilan nima o'lchanadi? bilan o'lchanadi? Hech nima bo'lmaydi. Volt bilan o'lchanar ekan. Amper ham bu volt ham. Keling, bunday qilamiz. Aniq javobda qolaylik. Aniq bitta javobni ayting dadu. Ayting. Amper metr, volt metr. Bu menimcha volt metrda. Elektr Adu, voltmi, ampermi? elektr toki kuchi nima bilan o'lchanadi? Bitta javobda qolar ekanmiz tezroq. Chunki yetib qolyapmiz. Amper aka. Amper. Qayerdan tushaman, a? Hmm. Xo'p bo'ladi. Amper bilan o'lchanar ekan. Xo'p bo'ladi. Menimcha yutqizdik-ku. To'g'ri! Demak, elektr toki kuchi amper bilan o'lchanadi. Amper bilan o'lchanar ekan. Bilimdonlar diqqat qilinglar. Manzilgacha bitta savol bera olamanmi? Bera olasiz. Endi eng qizig'i 3-savolga to'g'ri javob topsangiz 50 ming plus 100 ming plus 200 ming bo'ladi. Chapga unga? To'g'ri yuraman. Xo'p bo'ladi. Suvning qaynash harorati necha darajada? Suvni qaynash harorati necha darajada? A 50 gradus, A 50 gradus, B 100, B 100, C 150, C 150, D 212. D 212. 100. 100 gradusda qaynaydimi? 100. Ha, 100 gradusda qaynaydi. Variantlarni yana bir takrorlashim mumkin, lekin 100 deyishyapti. 100. Chimadanim qani? To'g'rimi? To'g'ri.
Otaxon kuchli ekanlar lekin. Otaxon kuchli ekanlar mayli. Kishi nimalarda ishlaganlar bor. Otangizdan boshqasi bo'lganda birinchi qo'ng'iroqda uzardik. Aslida bir marta imkoniyat beriladi do'stimga qo'ng'irog'i. Tan joyingiz sog' bo'lsin. Otangizdan boshqasi bo'lganda uzardik lekin. Demak, Qaraxon chiqing. 1 2 3 4 5. Mana bu birinchi variantda yutganingiz uchun 50 ming. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mana bu ikkinchi variantda yutganingiz uchun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Va'daga muvofiq bepul poyezdka. Endi loyihamizga fikrlaringiz. Voy zo'r. Yaxshimi? Royal taksini nima uchun tanladilaring? Bizga qulay-da. Yaxshi, qulay. Yaxshiligi Kattakon rahmat, xush kelibsizlar. Salomat bo'linglar. Royal taksi bir kuni taksida loyihasi xush kelibsiz. Ismim Navruzbek. Demak, Durujbaga yuramiz, a? Siz bepul poyezdkaga tushdingiz. Voy. Siz bepul manzilga olib borib qo'yamiz. Ayol chaqirib yurib, rost Captiva kelyapti. O'shami taksida bilmadim qanaqadir mashinada deyapti, hozir kelyapti. Omadingiz bor ekan. Ha, bayroq. Ismingizni so'ramabman. Muborakxon. Muborakxon, singlim desam bo'laversa kerak. Singlim, manzilgacha savol beraman. Savolni variantlari ham bor, eng qizig'i. To'g'ri javobni topsangiz 50 ming. Shu bilan 1 millionga qarab ketaveramiz. Manzilgacha nechta savol yutsangiz, 1-2 ta ko'payaveradi. Misol, birinchi savolga 50 ming yutib oldingiz, ikkinchi savolga 100 ming, uchinchi savolga 200 ming, keyingisiga 300 ming bo'lib ko'payib ketaveradi. 200 mingga 300 ming ko'paymasa kerak, 300 ming bo'lmasa kerak, 400 ming. Qavatiga, xuddi shunaqa. Tushundingiz-ku tizimni? Ha? Xo'p, boshlavering, savol beravering, siz men boshlaveraman. Omadingizni bersin. Omadingizni bersin. Qaysi fandan yaxshisiz? Yoki tarix, sportmi? Yo'q. Sal geometriya yaxshiroq. Tayyormisiz? Demak, biz tomonidan beriladigan birinchi savol inson organizmiga oid bo'lib qoldi. Bilim saviyangizdan kelib chiqib savol beramiz. Odam miyasining vazni taxminan qancha bo'ladi? Bilsangiz ayting yoki variantlar beray. Variant beramiz. Xo'p, bo'ladi. Inson miyasining vazni taxminan qancha bo'ladi degan savolimizga variantlar: A 1 kilogramm, B 1,4 kilogramm, C 2 kilogramm, D 0,5 kilogramm. Takrorlatsangiz takrorlang. 1,5, 2, 1,4 gramm chiqadi. Variantlar shunday. Yo'q, 1,4, 2, 0,5. Biror boshqachaga o'xshayapti. Do'stimga qo'ng'iroq imkoniyati bor, foydalanmayman, sobit qolaman savolimda, variantimda desangiz qoladi yoki foydalanishingiz ham mumkin. Bironta yaqiningizga qo'ng'iroq. 1,4 da qolasiz. Muborakxon, sizni muborakbod etamiz. Demak, birinchi savolimizga to'g'ri javob topdingiz. Qoyil. Bala odam o'zi sizga qiyinroq savol berish kerak ekan. Kasbingiz nima edi o'zi? Menmi? Kimyo texnologiyada o'qiganman. Lekin maktabda kadr menejeri bo'lib ishladim. Hozir dekretdaman. Endi nima deydi? Sizdan kelib chiqib turib keyingi savolni beryapman. Kimyodanmi? Xo'p. Demak, navbatdagi savol. Eng kichik atomli element qaysi? Eng kichik atomli element. Yuraveraman, a? Variantlardan beraymi yoki? Bog'chaga yuraymi, uyda bog'chaga? Mana bog'chaga. Bola olasizmi yo'q? Ha, olaman. Xo'p, bo'ladi. Javobni keyin berasizmi, hozir berasizmi? Variant aytavering-chi, o'ylab chiqaman. Xo'p, demak, eng kichik atomli element qaysi? A vodorod, B kislorod, C azot, D heliy deb yozib. Menimcha heliy bo'ladi. Heliy bo'ladi. Vodorod bo'lsa kerak. Vodorod menimcha. Kutib turamanmi? Xo'p, bo'ladi. Mana ko'rib turganinglardek, navbatdagi mijozimiz farzandlarini maktabgacha ta'lim muassasasidan olib chiqquniga qadar
sizlarga fikr bermoqchiman. O'rtoqlar, mana loyihamiz haqida qanaqa fikrdasiz? Nima kamchiliklarimiz bor? Shular haqida ham aytinglar. Biz uchun albatta qiziq. Yana ham mustahkamroq, yana ham mukammalroq qilishga harakat qilamiz va mijozlarimizga men tashakkur aytaman. Sababi kim loyihamizni to'g'ri qabul qilib va bu berilayotgan savollarni saviyasiga qarab turib ularning fikrlarini ham ko'ryapmiz. Mana navbatdagi ishtirokchimiz ancha bilimdon ekanda. Eng qizig'i, navbatda berilgan savolimga hattoki to'g'ri javob berib tushib ketdilar. Eng kichik atomli element qaysi? Vodorod. To'g'ri javob. Va biz kutamiz. Biroz chalg'ishga urinib ko'raman agar chalg'imasalar. To'g'ri javobda qolsalar 150 ming so'm pul mukofoti va bepul poyezd. Alo. Ish kelgan joyimizga ketaveramiz. Xo'p bo'ladi. Muborak xon. Xo'p. Demak, navbatda savolimizni to'g'ri javobi. Yana bir takrorlayman, sizdan chiqib qoldim savol. Atom massasi deyapsizmi? Xo'p, nima qilyapman? Takrorlayman. Eng kichik atomli element qaysi? A. Vodorod, B. Kislorod, C. Azot, D. Geliy. Vodorod bo'larsan? Xo'p bo'ladi. Demak, hurmatli bilimdonlar, navbatdagi savolimizga, navbatdagi mijozimiz eng kichik atomli element bu. Demak, vodorod. To'g'ri javob. Men sizga yana ham qiyomat savol beraman shekilli. Muborakxon, meni xijolat qilyapsiz aldan beri. Xo'sh, mana shunaqada insonni bilimi bilan o'ynashma deyishgan. Davom etamizmi? Demak, endi biroz mavzudan chetlashamiz. Sizga ham qiyin bo'lish kerak-ku. Qaysi sport turi suvda o'ynaladi? Suvda o'ynaladi. A. Voleybol, B. Regbi, C. Suv polosi, D. Badminton. Bu yerda chalg'ituvchi javob ham bo'lishi mumkin. Aynan siz eshitgan javob umuman bunaqa sport turi bo'lmasligi ham mumkin. E'tiborga olib qo'yasiz. Suv voleyboli bor, dedingiz? Xo'p, variantlarni beryapman. Qaysi sport turi suvda o'ynaladi? B. A. Voleybol, B. Regbi, C. Suv polosi, D. Badminton. Ikkinchi variant bo'lsa kerak. Demak, siz sport turi regbi suvda o'ynaladigan sport turi hisoblayapsiz, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Regbi. To'rtinchisi badminton. Ne? Badminton menimcha boshqa. Ikkinchi variant. B varianti. Hurmatli bilimdonlar, hurmatli navbatdagi ishtirokchimiz Muborakxon, Farg'ona shahridan. Qaysi sport turi suvda o'ynaladi degan savolimizga regbi suvda o'ynaladigan sport turi deb noto'g'ri javob berdilar. What? To'g'ri javob qaysi? Chalg'ituvchi fikrlarni inobatga olgan holatda javob o'zi bilan edi. Ya'ni suv polosi. Qanaqa instrumentni shunaqa qilsa kerak bo'ladi. Lekin siz hozirda bepul poyezdka va 150 ming so'm pul mukofotini qo'lga kiritdingiz. Loyihamiz haqida fikrlaringiz? Telefonda ko'rgan edim endi kameraga olsa ham bilmay turishmasa kerak deb to'g'risi kamerangizga qarab Umuman olganda mana oliy ma'lumotli shaxs ekansiz. Yana ham bir loyihamiz rivojlanishi uchun fikr mulohazalaringiz, kamchiliklarimizni aytsangiz xursand bo'lardik. Shuncha imkoniyat yaratib beryapsizlar, endi bundan ham ko'pini xohlash endi nimalar bo'lsa kerak.
Kayfiyat o'zgarish bo'ldimi? Ha. Manzil shu yerda edi. Shu. Hop, Real Taxi kompaniyasi bir kuni taksida loyihasi. Mukofotingizni olasiz. Rostdan. Albatta, bir daqiqa. Bir, ikki, uch, to'rt, besh. Mana bu birinchi savolni nimasi? Pul mukofoti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mana bu ikkinchisiniki. Rahmat, Xush rostdan. kelibsiz. Rahmat, albatta. Xush kelibsiz. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Hop, omad. Rahmat katta. Rostdan deyshadi. Haqiqatan ham rostdan. Oddiygina Real Taxi kompaniyasini taksisidan foydalanib, taksi chaqirib, bir kuni taksida loyihasida ishtirok etish orqali million so'mgacha pul mukofotini yutib olishingiz mumkin. Mana o'zingizlar bugun guvoh bo'ldinglar. Videoga like bosib, fikringizni qoldirib, obuna bo'lib qo'yasizlar va keyingi mijoz siz bo'lishingiz mumkin. Biz esa davom etamiz, ketdik. Real Taxi kompaniyasining bir kuni taksida loyihasiga xush kelibsizlar. Ismim Navruzbek. Aka, qayerga yuramiz? 911 ga. 911 Marg'ilon Mostdagi. Xo'p, bo'ladi. Xo'p, loyihamizda omadli mijoz bo'lib, bepul yetib oladigan bo'ldinglar. Birinchi tabriklayman. Keyingisi yo'l davomida sizlarga savol beraman. Savolning variantlari ham bor. A, B, C, D. Har bitta topilgan savolga boshlang'ich 50 ming, keyingilariga 2x ta ketaveradi. Misol, birinchisi 50 ming bo'ldi. Ikkinchi savolda ham to'g'ri javobini topsangiz 100 ming, uchinchisini topsangiz 200 ming, 400 ming, 600 ming o'ynaveramiz qancha ketguncha. Tanishib olsak, ismingiz? Abdulhamid. Sizniki? Shavkatjon aka. Salomat bo'ling. Ish tugadimi axir? Ha, boringlarga shukr. Tayyormansan ham birinchi savolni berib ko'raman. Ha? Qiziqmi axir? Hozir manzilga yetgunimizgacha yaxshi pul topsak bo'ladi aka, harakat qilib billa-billachi. Osonroqdan beraymi yo sportmi, fanmi, tarixmi, ijodmi? Yer yuzasining eng katta qismini nima tashkil etadi? Bilasizmi, variant beraymi? Suv javobida qolasizmi yo variant beraymi? Suvmi? Suvda qolasizmi? Abdulhamid aka, geografiyani yaxshi o'qiganmisiz deyman? Yo'q, akalar katta-ku. Aha. Tinchagi qancha katta. Demak, yer yuzasining eng katta qismini suv egallagan. Hatto harda javob bering shu aka, endi Abdulhamid akamga. Birinchi 50 ming so'm pul mukofotini va bepul poyezdkani yutib oldingiz. Endi esa mana Abdulhamid akamni bilim saviyalarini bilib oldik, shunga qarab qiyinlanib beraveraman endi. Og'irlik kuchi nima deb ham atalishi mumkin? A. Gravitatsiya, B. Tezlanish, C. Bosim, D. Magnit maydon. Savolni takrorlaying. Xo'p, og'irlik kuchi, ha? Og'irlikni kuchi deyapti. Og'irlikning kuchi nima deb ham ataladi? Ha? A. Gravitatsiya, B. Tezlanish, C. Bosim, D. Magnit maydoni. Eng qizig'ini aytaymi? Do'stimga qo'ng'iroq imkoniyati ham bor. Hali o'ylanib qolasiz, nima ekan deb. Bosimniki. Agar mana o'ylanayotgan bo'lsangiz, do'stimga qo'ng'iroq bor. Xohlagan tanishingizga qo'ng'iroq qilib yordam so'rashingiz mumkin. O'g'lingizmi yoki bir O'g'illar zo'rlab aytadi. Birinchisi bo'lsa kerak. Xo'p, og'irlik kuchi deyapti. Ha, misol elektrda kuchi ham bor, ha, misol. Og'irlikni kuchi nima deb ham ataladi? Ya'ni misol mana uni ulov deyishimiz mumkin, ha? Ya'ni nima desa, mashina ham deydi deymiz, xuddi shunaqa.
Demak, variantlar: A gravitatsiya, B tezlanish, C bosim, D magnit maydoni. 100 ming so'm pul mukofoti qo'yildi. Jami 150 ming bo'ladi agar bu savolning javobini to'g'ri topsak. Do'stimga qo'ng'iroq varianti ham bor. Aniqlik kiritish uchun xohlagan o'qituvchingizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Muhim maqsad yutish. Meni ham maqsadim siz yutishingiz, to'g'risini aytsam-da, Abdulhamid aka. Noto'g'ri javob topib qo'ysiz hozir qolgan masofani nima qilaman? Gaplashib ketishimizga to'g'ri kelib qoladi. Borguncha million yutib olmaysiz, akajon. Demak, nima qildik? Tomoshabinlarimiz ham zerikib qolmasligi kerak. Birinchi variantda. Shokat akam birinchi variantda qolamiz deyaptilar. Shundaymi shunda? Sizchi? Demak, og'irlik kuchi nima deb ham ataladi deganda Shavkat akam va Abdulhamid akam gravitatsiya degan javobda qoldilar. Va javob to'g'ri. Sizlarga qo'rqmay qiyin savol bersam bo'laverar ekan, Abdulhamid aka. Shokat akam qattiq ekanlar, qattiq ekanlar. Ustachilikdan ham savol bering. Ustachilikdan ham. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar unvonini olgan xonandani toping. A. Shohruxxon, B. Rayhon, C. Ozodbek Nazarbekov, D. Ulug'bek Rahmatullayev. Ozodbekda qolamizmi? 200 ming. 200 ming. Ozodbek hofizi. Jami 350 ming bo'lami shunda, Shavkat aka? Do'stimga qo'ng'iroq varianti turibdi, hali ham ishlatganlaring yo'q. Hammanda qani olganda Ozodbek. Ko'pginani olgan deyapsiz. Demak, Ozodbekda qolaveramiz. Ozodbek Nazarbek. kelishilgan holatda o'ylab ko'ringlar lekin. Menga misol o'zimni olib qarasa neytral turishim kerak. O'zimga ham sizlarga yonmasligim kerak. Aytinglar, qaysi javob? Demak, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvonini kim olgan? Variantlar ichidan toping. Shohruxxon, Rayhon, Ozodbek Nazarbekov va Ulug'bek Rahmatullayev. To'g'ri javob Ozodbek Nazarbek. Ya bo'ldi, qiyin savollar beraman sizlarga. Bo'lmadi. To'g'ri! Yashanglar. Uchala savolimizga ham yo deb sodda ko'rinish berib turib, topib qo'yapti bu yaramas akalarim. Qiyinroq savollar beraman. Endi ham qiyinroq savol beraman. Bo'lmadi. Insonga kislorod yetkazib beruvchi qon hujayrasi qaysi? Savol tushunarlimi? Takrorlayman. Insonga kislorod yetkazib beruvchi qon hujayrasi qaysi? A. Limfosit, B. Leykosit, C. Eritrosit, D. Trombosit. Shunisi bo'lishi kerak. Oxirgisini yutib oling endi, Jon aka, hozir bitta xatoyingiz plyus kuyib ketmaydi-yu demoqchiman, yana ham bir ko'payadi demoqchiman-da. Bo'ladiganini nima qilaylik? Tushunmasangiz, doktor tanish bo'lsa telefon qiling. Imkoniyatingiz turibdi qo'lingizda. 4-savolmi shu? Qiling. Telefon qiling. Doktorga sinab olamiz. Doktorga. Aytavering. Assalomu alaykum. Doktor, salomatmisiz? Rahmat. Abdulhamid akam hozir shunday savolga javob topolmay qoldilarda, do'stimga qo'ng'iroq imkoniyatidan foydalanib, sizni do'st sifatida tanlab sizga qo'ng'iroq qilib savolni berishimni aytyapti. Diqqat, savol.
insonga kislorod yetkazib beruvchi qon hujayrasi qaysi? Bilasizmi, variant beraymi? Xo'p, variantlarni o'qib eshittiryapman. A. Limfosit, B. Leykosit, C. Eritrosit, D. Trombosit. What? Trombositlar inson organizmiga kislorod yetkazib beruvchi qon hujayra hisoblanadi. Xo'p, bo'ladi. Qo'yaverasiz trubkani. Farhod aka telefon qo'yaman. Bo'ldi. Endi mana o'zingizni ham variantingiz bo'lishi mumkin. Shavkat aka varianti doktorni, ya'ni oliy ta'lim muassasasini bitirib hozirgi insonni davolayotgan shifokorni varianti ham bo'ladi. Bitta variant tanlaymizda shu savolni javobida qolamiz. Demak, trombositda qoldinglarmi yo boshqa variantlarni ko'rib chiqasizlarmi? Aytinglar, aniq javobini aytinglar. To'g'ri yuryapman-a? Ha. Demak, inson organizmiga kislorod yetkazib beruvchi qon hujayrasi trombosit. Shunday? Chimadanni olib bering. Hurmatli mijozlar, hurmatli kuzatuvchilar, Royal Taxi kompaniyasining bir kuni taksida loyihasining navbatdagi mijozlari hozir nechta pul yutib olishinglar mumkin edi hisoblaylik-da. To'rtta savol bo'lsa, birinchisi 50 ming, 150 ming, ikkinchisi 350 ming, 350 mingga 350 ming bo'lamidi? Ha? 700 ming yutib olishinglar. Mazza, yo'q, taksiga chiqib ham bepul ketib, ham 700 ming pul yutib olish. Boshqa shopir topinglar, Royal Taxi kelar. Men o'zim ham taksi chaqirib bunaqa yutib olaveraman, savollar oddiy ekan. Lekin bu yerda puldan ham muhimroq mavzu bor. Nima desa, bu bilim. To'g'rimi Abdulhamid aka? Ilm va bilim. Ana endi esa Royal Taxi kompaniyasining bilimdonlar kengashi yozgan savolda to'g'ri javob trombositmidi yoki boshqamidi? Umuman olganda to'g'ri javobni topamiz. Insonga kislorod yetkazib beruvchi qon hujayrasi qaysi desa, shifokor trombosit dedi. To'g'ri javob eritrosit. Abdulhamid aka, bekor doktorga qo'ng'iroq qildingiz-da. Bekor qo'ng'iroq qildingiz-da doktorga, Abdulhamid aka. Voy. Xo'sh. Mana ko'z o'ngingizda ko'rib turibsizlar. Demak, Abdulhamid akam va Shavkatjon akam pul mukofotlarini olib ketishadi. 1 2 3 4 5 birinchi savol uchun. 3 ta yutdinglarmi? 3 ta birinchisi topolmaydi. Doktorga qarab yurmanglar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Endi nechta berishim kerak? 200 ming berishim kerak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Bunaqasi bo'larganda. Nimaga bo'lmaydi? Bunaqasi faqat Royal Taxida bo'ladi. Hojdada endi to'xtang. Bir bazda shoshilasiz. Ey, ozgina suhbatingiz oliy akajonim. Fikringiz qanaqa loyihamizga? Sizning fikringiz qanaqa? Fikrlar zo'r. Televizorlarga o'rgandim, lekin o'zim hech tushunmagan. Taksi chaqiruvdi. Kutib turibmiz endi kelmayapsiz. Trekerni kelyapti. Shugacha treker emasmikin dedi. Qora treker. Dedi. Shugacha, "Ya treker. Taksi masa kerak" dedi. Dedi, "Rasxod katta bo'ladi" desam, "Qayerda rasxod katta bo'ldimi?" O'zi siz qolganlar aralashmasdan faqat o'zingiz o'ynashingiz kerak edi ekan. Ya shugacha ham topdik-ku. Loyihamiz haqida fikrlaringiz? Loyiha yo'qdir. Juda zo'r. Kamchiliklari bo'lsa ayting.
yo'q kamchiligi yo'q. Bepul poyezdkani hisobiga bir iltimosimiz bor. Juda ham xursand bo'lardik. Bizni Instagram sahifamizga obuna bo'lib qo'ysalaringiz. Katta rahmat. Xush kelibsizlar. Sizga ham katta rahmat. Sho'ga aka, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xush kelibsizlar. Rahmat. Sog' bo'ling aka. Rahmat, salomat bo'ling. Mana shuning bilan hurmatli aziz yurtdoshlar, g'oliblarni aniqladik. Pul mukofotlarini o'z egalariga yetkazdik. Real Taxi kompaniyasi ham bunday erkakcha bir fikr bermoqchiman. Bilinglar, bilimi bor yaxshi pul topadi. Ilm va bilimli shaxslar jamiyatni qutqaradi. Shunday ekan, siz bilan biz ilm tomon, bilim tomon doim chanqoq bo'lishimiz kerak. Va so'nggi so'zim, keyingi bilimdon g'olib siz bo'lishingiz mumkin. Real Taxi kompaniyasi bir kuni taksida loyihasi Navruz Makripov. Ko'rishguncha xayr. Omon bo'ling. Ko'rdinglar, hamma mamnun. Pul mukofotini olgan mijozlarimiz ham menimcha xursand bo'lishdi. Demak, azizlar, videoga like bosib qo'yasizlar, kommentariyaga imkon qadar qayerda bizni kuzatyapsiz yozing. Agar ko'p ana shu manzil yozilsa, biz ana shu manzilda sizlar uchun mana shu loyihani amalga oshiramiz. Videoni yaqinlarga ulashib qo'yasizlar. Albatta obuna bo'lib qo'ying. Qanaqangi bo'ladi, keyingi videolarimizni ham albatta kuzatib borasiz. Navruz Makripov, bir kuni taksida, Real Taxi kompaniyasi. Hammaga rahmat.